Xo'p, bel og'rig'i bo'lganda uni massaj bilan yo'qotsa bo'ladimi? Qaysidir payt bo'ladi. Misol uchun grijani massaj bilan yo'qotib bo'lmaydi. Protruziyani grija bilan massaj bilan yo'qotib bo'lmaydi. Faqat o'sha aytganimdek, faqat belli mushaklarida bo'ladigan bo'lsa, belli mushaklarini spazm bo'ladigan bo'lsa yo'qotsa bo'ladi. Lekin atrofiya bo'lib, naborot mushaklar bo'shashib ketgan bo'lsa, massaj qiladigan bo'lsa, massaj ham просто bo'shashtirib beradi mushaklarni. Battar yana kasallikni qo'zg'atishga olib kelib qo'yish mumkin. Yoki aytaylik, hozir yangi massajistlar chiqqan. U massajistlar ko'pchiligi bilmaydi. Poзвоночникning ustini bosib qo'yib massaj qilishyapti. Poзвоночник qanotchalari bor, o'sha qanotchalarga shikast berib qo'yishyapti. Yoki aytaylik, kassaprav degan yangi soha chiqqan. Bolg'a bilan urib qoqishadi orqaga. Ya ularni ko'rdim-ku, ana bo'ynidan bog'lab turib tepaga qilishyapti, tortishyapti, anaqa o'tirgan holatda bitta opa trendga ham chiqib ketib qoldi, ko'rgan bo'lsangiz. U holat qaysidir payt to'g'ri. Misol uchun, agar o'sha tortayotgan mutaxassis o'sha odamni baryeri deydi, ya'ni chegarasi bo'ladi, mushakni tortilish chegarasi yoki o'sha poзвоночник umurtqa sohasini tortilish chegarasi yoki nervlarning cho'zilish chegarasi. Agar shu chegarani kontrol qilayotgan bo'lsa, sezadigan bo'lsa, unda metodika to'g'ri. Agar bilib-bilmay, prosta qirsillaguncha tortadigan bo'lsa, u noto'g'ri metodika bo'lib qoladi. Shikast yetkazib qo'yadi. O'sha poзвоночникni urib qoqadiganlar ham xuddi shunaqa. O'sha poзвоночникni qanotiga shikast yetkazib qo'yishyapti. Bilmaydi, so'ramaydi. Misol uchun, osteoporoz kasalligi bor, suyak mo'rtlashishi. O'sha suyak mo'rtlashgan holatda agar bilmasdan turib o'sha bolg'a bilan, molotoka bilan urib qo'yadigan bo'lsa, u qanotcha sinadi. Suyak mo'rt bo'ladi o'zi. Singanning hisobiga u o'sha oyoq ishlamaslikgacha, oyoq falajligigacha olib kelib qo'yishi mumkin-da bu kasallik. Xo'p, bel og'rig'i oyoqqa og'riq beradimi yoki oyoq og'rig'i belga beradimi? Yo'q, oyoq og'rig'i hech qachon belga og'riq bermaydi. Faqatgina belligi oyoqqa ta'sir qiladi. Xuddi bo'yin og'rig'i yelka, boshga ta'sir qilgandek, chunki nervlar tepadan pastga qarab tushadi, pastdan tepaga ketmaydi. Tepadan pastga tushganning hisobiga bellik sohadagi muammolar oyoqqa beradi. Ko'krak qafas, грудной отдел позвоночника deydi. U sohasidagi yurakdan tortib ichki organlarga beradi, bo'yinniki yelkadan tepaga beradi. Masalan, qo'lni uvish bo'lishi mumkin yoki bo'yinda bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, davleniya o'ynashi bo'lishi mumkin. Bo'yin sohasi xuddi shunaqa bo'ladi. Har bitta часть позвоночникka, har bitta poзвоночникning o'zini o'sha yo'naltirilgan nervlari bor. O'sha nervlar orqali beradi. Belli grija обязательно седалищный nerv ущемление qiladi, ya'ni qisadi. Oddiy qilib aytaylik, седалищный nerv odamlarda shu beldan to oyoqning tagigacha tushadigan qalin nerv bo'ladi, barmoq qalinligida. Grija unga teggandan keyin, limon yesangiz yuzingiz burishib ketadi. Xuddi shunaqa grija u nervga teggandan keyin avtomatik u nerv ham укорочение bo'lib qoladi, ya'ni qisqarib qoladi. Xuddi qisqarib, misol uchun aytaylik, 1 metr bo'ladigan bo'lsa, o'sha nerv o'sha grija ezgandan keyin avtomatik u nerv yarim metrga tushib qoladi, ya'ni torayib qoladi. Любой bitta shu grijasi bor, седалищный nervida og'riq bor odamlardan so'rasangiz, shu oyog'im orqasida arqonga o'xshab tortib qoladi deyishadi. Xuddi shu o'sha nerv tortishib og'riq beradi. Седалищный nerv shu beldan keladi oyoqqa. Xo'p, bel og'rig'ini xavfliligini qachon aniqlash mumkin? O'sha oyoqqa beryaptimi, demak o'sha xavfli. Birinchi o'zi og'riq beryaptimi, o'sha xavfli. Uni tekshirtirish kerak. Endi ko'pchilik oyog'iga bermasidan oldin qanaqadir dori ichadi, og'riq qoldiruvchi yoki o'sha qizdiruvchi mazlardan surishadi-da. Bu ularga yechim bo'lib turishi mumkin o'sha payt. Lekin xavfliligini ular baribir bilishmaydi-da. Bizning eng katta xatoyimiz ham birinchi og'riq boshlansa, обязательно обезболивающийga yopishamiz-da. Обезболивающий o'z nomi bilan aytib qo'yibdi, og'riqni qoldiruvchi. Davolovchi emas. Og'riqni qoldirganning hisobiga o'sha boshida aytganimdek, o'zini yengil his qiladi, yana og'rishini qilishda davom etadi. Grijasi kattalashadi, lekin kichraymaydi. Hech qaysi обезболивающий hali dunyoda u обезболивающий kasallikni lecheniya qiladi degan, davolaydigan dori yo'q unaqa. Faqat og'riqni vaqtinchalik bloklab beradi. O'sha nerv shikastlangan joyda, nerv trevoga berayotgan joyi, o'sha nervlarni vaqtinchalik bloklab turadi, og'riq sezdirmaslik uchun. Shuni hisobiga odam обезболивающийga yopishadi. Birinchi обезболивающий qilishadi, aytganingizdek mas surishadi. Ungacha u grijaligi kattalashib ketaveradi. Belda og'riq boshlandimi? Yo'q, faqat belda emas, misol uchun boshqa joyda ham og'riq boshlandimi, обязательно buni birinchi bu tekshirtirish kerak. Nima og'riyapti? O'zidan o'zi hech qachon og'riq boshlanmaydi. Nimadir sabab borki, o'sha og'riq kelyapti, nervlar trevoga beryapti, qara menga qayerdadir qisilib qolganman yoki qayerdadir shikastlanganman, meni qutqar deb boshida bu signal faqat siz uchun, yengil og'riq.
Agar shu signal nervlarning trevogasiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsangiz, u avtomatik kasalligingiz o'sishda davom etib ketaveradi.